Hörmətli Şərq Türkistanlı qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısı görüşünü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Şveysariyadagi Dünya Uyğur Qurultayının qurğuchilaridan biri, Dünya Uyğur Qurultayının bayonotchisi qo'lga ilingandan keyin xalqaro jamiyatni Uyğur tashkilotlarini tekshirishga chaqiriq qildi. Hökumətning 10 aprel kuni e'lon qilgan buningga aloqador axborotida mundaq deyildi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Dünya Uyğur Qurultayının qurğuchisi və bayonotchisi Dilshad Reşitning Uyğurlarga jasusluq qilib, Xitoy istihbarati uchun xizmat qilish jinoyati bilan qo'lga ilingandan keyin Xitoy Kompartiyasining Uyğur diaspora tashkilotlariga singib kirishiga qarata darhol xalqaroliq tekshirish boshlatishni talab qildi. Şivsiya sot hücceti Dilshad Reşitning Xitoy istihbaratiga xizmat qilib, Uyğur jamiyatiga jasusluq qilish jinoyati bilan qo'lga ilinganligini isbotladi. Bu Şərq Türkistan rahbarlarining Xitoyning Uyg'urlarning davosini ichki jihatdan qo'lga tushirish va yo'qotish tirishchanligi haqidagi uzundan beri ogohlantirib kelayotgan andisini to'g'irlagan, kishini g'amga soladigan bir taraqqiyot. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudoyor əpəndi bu yalğız jasusluqla emas, balki siyosiy urush. 20 necha yildan buyon Xitoy istihbaratida xizmat qilgan deb qaralgan bir kishi xalqimizga vakillik qiladigan tashkilotning beshida turib keldi. Bu bir inchiklashdagi mag'lubiyat emas, Beyjingning harakatimizni parchalash, monopol qilish, kontrol qilish uchun qasdan va sistemlik elib berilgan harakatining natijasi dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti bu qitimqi qo'lga elishning yalğız qo'lga elish vaqasi emas, Davlat bexatarlik ministrligi va Birlashma frontda xizmat bo'limi orqali yo'lga qo'yilgan Xitoy Kompartiyasining texmi keng davlat halqigan bostirish strategiyasining bir qismi ekanligini ilgari surdi. Xitoy davlatining bu qo'llari uzundan buyon nazorat qilish, xato uchur tarqitish, fuqarolar jamiyati to'piga singib kirish qatorliq taktikalar orqali Sharq Turkiston Uyg'ur diaspora jamiyatini nishon qiladi. Xitoy singib kirib, Uyg'ur davosiga ig'ir buzg'unchilik qildi. Sharq Turkiston bayonlarini Sharq Turkistonning milliy mustaqillik uchun qonunliq izlanishidan yiroqlashtirib, Xitoy Kompartiyasining xohligi bo'yicha inson haqlari va kultural avtonomiya haqlari davosiga burdi. Bu bostirish harakati Xitoy Kompartiyasi siyosiy bürosining 1996 yillik 7 nomerlik hujjatida belgilangan hokimiyatga yetakchilik qiladigan Sharq Turkiston masalasining xalqaralashishning oldini olish va ko'pincha diaspora tashkilotlari, mahalla va rahbarlar ustidan g'olib kelish, ularni bo'lish, osondagi kishilarni yiroqlashtirish va ularga qarshi kurash qilish to'g'risidagi yo'l yo'riqida yildiz tortgan. Bu ko'rsatmada yana chet eldagi Xitoy nufusi ko'p rayonlarda asosliq bazalarni ishlatib, atalmish bo'lguncha faoliyatlarni eng yuqori darajada bostirish uchun keng va cho'nqur do'stlikni taraqqiy qildirish ta'kidlandi. Shu yili Xitoy Kompartiyasining yuqori darajali katibashi Ablat Abdurashid bu ta'limotning bugungi kunda diplomatiya va o'rtaq tanlash ostida bo'lgunchilik bilan kurash qilishda har qanday vositalarni, jumladan singib kirish, tashviqot, o'ltirish qatorliq vositalarni qo'llanishga yo'l qo'ydiganligini aytdi. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin rəhbərlik qatlamadagilar bu ta'limotning Beyjing tarafdorlarining bayonlariga masalda Sharq Turkiston mustaqillik davosini rad qilgan tashkilotlarning sukuti va jinoyatiga sherikligi bilan mumkin qilingan diplomatiya va hamkorlik ostida bugungacha davom qilganligiga ishonadi. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin prezidenti Doktor Məmtimin Apandi xalqaro jamiyat o'ziga cho'qim savol qo'yib beqishi kerak. Qanchalik kishilar xatar ostida qoldi? Yana qayergacha cho'nqurlaydi? Biz har bir demokratik hukumat, istihbarat organlari va kishilik huquq organlariga Xitoyning ta'sirini tepib chiqib yo'qotish uchun barliq Uyg'ur tashkilotlari va rahbarlik qurilmasi ustidan keng ko'lamda tekshirish olib berishga chaqiramiz dedi. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti demokratik davlatlarning Sharq Turkiston diasporasi ommasini nishon qilgan Xitoyning singib kirish harakatini oshkor qilish va yo'qotish harakatiga moslashganligini bildirdi. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti bu paytning burilish nuqtasi ekanligini ogohlantirdi. Uyg'ur kishilik huquq tashkilotining yuqori darajalik rahbarining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotgan hokimiyatga jasuslik qilish jinoyati bilan qo'lga ilinishini satchilik deb qaramasligi, bexatarlik tahdidi va strategik o'yg'inish deb qarash kerak. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudoyor əpəndi xalqimiz vatanimizda izlibli qalmasdan vakolatchi və singib kirgüchilarning yuzidan sukutni tanlashga majbur bo'lmoqda. Bu ahvolga xotima berilishi kerak dedi. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin mazkur axboroti dunyo matbuotlarida kechiktirilmay aks etdi. Tribunal xabar turi 11 aprel kuni Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin mazkur axborotini tafsiliy xabar qildi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy mallariga 145% tamojna beja qo'ygan.
Nyu-York vaqti xabar torining 10 aprel kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Oqsaroy amaldorlarining payshanba kunidagi bayonotida aytilishicha, Prezident Trumpning çarşamba kuni Xitoyga qo'ygan 125% tamojna beji aslidagi 20% tamojna bejiga qo'shilgan bo'lib, hozirgacha Amerika Xitoy mollariga 145% tamojna beji qo'ygan. Payshanba kuni Oqsaroy Amerika prezidenti Donald Trumpning Amerikani fentanyl bilan ta'minlashdagi roli uchun ilgari Xitoyning mollariga qo'ygan 20% tamojna bejidan boshqa 125% boj qo'ydiganligini e'lon qilgan. Tamojna bejining tez o'zgarishi cho'ng tipdagi parcha sotquchilar va kichik korxonalarning mahsulotlariga tayinadigan import qiluvchilar orasida zo'r qalayimqanchilik paydo qilgan. Ey Rabbim, xohlagan bo'lsang ularni va meni burunla halok qilgan bo'latding. Aramizdagi ahmoqlarning qilmishi tufaylidan bizni halok qilamsan. Bu faqat sening siniqingdir. Shu orqali xohlagan bandangni gumrohligida qoldirsan, xohlagan bandangni hidoyat qilasan. Sen bizning egimizsan, bizga mag'firat qilgan, rahim qilgan. Sen eng yaxshi mag'firat qilg'uchidirsan. Sura A'rof 155-oyat. Sizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.